Do'stlar, Jidalida 5 sotik hamma sharoiti bor. Suv, svet, gaz, uyimizning remontlari yangi remont. 0 probeg deb qo'ysak ham bo'laveradi. Ushbu sizlar ko'rib turgan saroyimiz, do'stlar. Shunaqa chiroyli saroyimiz bugun operator Bekani kanalida sotuvda. Videoda ko'rib turinglar. Assalomu alaykum do'stlar. Qirg'iziston O'sh shahri Hotamjon Qadirov ko'chasi 13-xonadonimiz. 5 sotidan iborat. Suv, svet, gaz, endi kanalizatsiyalarimiz местный, 4 ta septigimiz bor. Ushbu go'zal xonadonimiz bugun sotuvda. Buni arentalari juda ham zo'r do'stlarim. Do'stlar, ya'ni hozir mana bu Manaskurgovoydan Jidali tomonga qarab kelayotganimizda yangi yo'llari tushyapti, bilyapsizlar-a? Uni oldida qabristonlar bor. Shu qabristonlarda, ya'ni orqa tomoni bo'lyapti. Bu yoqqa naryoqdan, ya'ni Lo'li mahalla deb qo'yamiz. Shu tomondan kelsanglar ham bo'laveradi hozircha. Hozircha shu tomondan keldik biz. Ya'ni Go'rgay tomondan Manaskurgovoy kelayotganimizda peshovodniy svetofor bor-a, bunday mostdan chiqqanimizda. Shu peshog'od svetoforga yetmasdan o'ng qo'lda mahalla bor. Kichkinagina mahalla. Bu Jidaliga kesib chiqadigan, Upitkka chiqadigan mahalla. Shu mahalladan kirib yami yetganda chap qo'l, o'ng qo'l shu mahallamiz bo'lyapti. Hozircha atak bu mahallamiz skvoznoy bo'ladi. Mana bu yerdan yurib turib, mana o'ng qo'l, chap qo'l yursanglar, Jidalida hozirgi remont bo'layotgan yo'lga chiqib olasizlar. Ya'ni qabristonni yon boshdan chiqasizlar. Qabristonni biqinidan kirasizlarda, agar yo'l tekkizlangandan keyin inshaalloh. Ungacha shu yo'llardan kirib turasizlar. Shunaqa katta, zo'r, eng zo'ri jim mahalla ekan. Bu yopiq robotxonamiz. Do'stlar, hali bu remontdan keyin birov yashamabdi, shunaqa chiroyli, go'zal remontlar qilib qo'yishgan, mashalloh. Mana bunaqa katta, bag'ri keng, do'mboqqina xonadonimiz bugun operator Bekani kanalida ko'rinib qoldi, do'stlarim. Landshartning zonalarni bo'lib qo'ygan, do'stlar, qaranglar. Mana yoqqa bir gullar, zilonniy zona qilib, bir yoqqa fontanlar qo'yib yuboringlar, do'stlarim. Bu burchakda hojatxonamiz. Mana bu yerda ikkita xonamiz bor ekan, bittasi kuxnya, oldida prixoja o'tiradigan joyi, choy poy ichib, va naryoqda sanuzulimiz bor, alohida. Do'stlar, bemalol tashqarida ham bitta chiroyli hayot bor. Kelinglar endi ichkariga kirib, bu haligi 2 qavatlik, 3 qavatlik uylarimizni bir ko'rib chiqamiz. Mana bu yerdan podval qismiga tushamiz. Bu podval emas, buni ham как положено, juda ham chiroyli remontlar qilib qo'yishgan xonalarimiz bor. Mana bu yerdan tevaga chiqamiz va uni tevasidan mansardaga ham chiqsak bo'ladi, do'stlarim. Biz podvaldan boshlaymiz, keling. Mana lestnitsadan tushganimizda o'ng qo'limizda bitta kichkinagina xonamiz bor. Endi bu yerdan kiramiz. Bu yoqda chiroyli bir garderob xona qilib qo'yishibdi va mana shu yerdan berib qo'yasiz. Bu yana bitta xonamiz bo'lyapti mana. Muzdekgina, konditsionerda ham kerak yo'q. Mana bu yerda chiroyli bir o'tiradigan joyimiz bor ekan, do'stlar, xo'lchamiz. Mana bu yerga katta qilib to'zib qo'yib qo'yadigan bo'lsanglar, menga bir divan kreslolar qo'yib qo'yasizlar, maza qilib o'tirib olasizlar, do'stlar. Va buni oldida yana bitta xonamiz bor. Bu xonamizdan do'stlarim bir detskiy xona qilasizlar. Ko'ryapsizlarmi? Podval emasda bu. Bu shunaqa zo'r, chiroyli bir xonalar. Va yuringlar endi 2-qavatga. Mana bu plyompadan chiqadigan bo'lsanglar, mansardamiz. Mansardada ham misol bu narsa qo'ysanglar bo'ladi. Buni hali putkizmabdi-yu, lekin tom kerak hammaga. Va chiqqanimizda o'ng qo'limizda bitta spalniyamiz joylashgan. Bu spalniyamizning aboylari juda ham chiroyli, mahallamizga qarab romlari tushgan, juda ham chiroyli xonamiz. Bu xonamizning oldida yana bitta xonamiz bor. Bu xonamiz ham bir mehmonxona qilasizlarmi? Do'stlar, qaranglar, bo'yni uzun qilib olish kerak ekan. Eng qizig'i, shunday chiroyli chiqargan shunday uylar. Va buni oldida yana bitta xonamiz bor. Bu xonamizning aboylari juda ham chiroyli, bir materialga o'xshagan bir ajoyib aboylar bilan qilingan ekan. Har bitta xonamizda romlarimiz bor. Bu xonadan chiqamizda va buni oldida oxirgi, ya'ni 4-xonamiz bo'lyapti. Bu xonani hozirgi kunda yasatib qo'yishibdi. Bu mehmonxona ekan. Buni ham mahallamizga qarab tushgan romlari bor, aboylari boshqacha va aka mana bu yerdan bitta sanimizni
Olib berib qo'ying akajon. Shunaqa chiroylik, go'zal manzara, mashaalloh qaranglar. Ana sizlarga sana. Endi aka mana shu yerdan bitta bir mehnat qilib berasiz. Ro'pparamizdagi hali vokzaldagi domni bitta yaqinlashtirib berib qo'ying aka. Mana bu tomonda. Ha, yaqinlashtiring aka. Mana oldimizdagi vokzal, mana do'stlarim qaranglar domni. Mana dom vokzal, ha? Mana sizlarga aytgan joyimiz. Qirg'iziston O'sh shahri, Hotamjon Kadirov ko'chasi 13-xonadon, 5 sotik, suv, svet, gaz bor, местный kanalizatsiya, 4 ta serpilari bor. Puli 220 ming dollar kami bor. Puli 220 ming dollar kami bor. Nomerlarimizni yozinglar. 0999 bilan 02 12 82 va 0551 bilan 03 24 03 kelib bir qator uyimizni dokumentlarini o'zinglar tekshirtiringlar. Agar zo'r bo'ladigan bo'lsa olib do'stlarim, tayyorgina maza qilib yashab qo'yinglar qadrdonlarim.